Shogirdimga katta kapalak bilan kichkina kapalakning farqini tushuntiraman hozir. Ya'ni chok quyish jarayonida katta kapalak bor, ya'ni katta amerikanka bor, kichkina amerikanka bor. Mana hozir quyib ko'rsatdim. Bu mayda chok. Mayda chokda xato kam bilinadi. Katta chokda xato ko'p bilinadi. Katta chokda harakatlaringiz, sal qo'lingiz qaltirsa ham bilinadi. Mana ko'rdinglar? Qaranglar, endi ahamiyat beringlar. Mani chokim bilan shogirdimning choki deyarli farqi yo'q, chunki bu qo'li ancha kelishib qoldi. Andijonlik shogirdimizni taniganlar bo'lsa nomer ading deb yozib ketinglar. Xudo xolasa, xudo nasib qilsa, faqat yirik chok quysa bo'lar ekan deb o'ylamang-da, xo'pmi shogird? Mayda chok quysangiz ham bo'ladi. Mana bunaqa mayda chokni xatolarni yashirish uchun va tekisroq qilish uchun osonroq. Faqat mayda qadamda bu ko'proq vaqtingiz ketadi. Bu tezroq bo'ladi. Lekin xatolaringiz bilinib qolishi mumkin. Bu ham amerikanka. Shunaqa gaplar.